O'zim musofir yurtaman, ota-onamni, yaqinlarimni Umra safariga jo'natmoqchiman. Hikmat Travel'dan narxlari qanaqa bo'lyapti degan obunachilarimiz videomiz o'tkazmasdan oxirigacha ko'rib turasizlar. Xudo xolisa sizlarga chiroyli qilib ma'lumotlarni yetkazib berishga harakat qilamiz. Videomizni boshidan bizga bittadan like bosib, kanalimizga yangi bo'lsalaring obuna bo'lib qo'ysalaring, xudo xolisa yangi videolarimiz sizlarga birinchilardan bo'lib chiqib boradi. Bizni qo'llab-quvvatlab tursalaring, biz videomizni boshladik. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Aka, biz obunachilar uchun 14 kunlik Umra safari narxlarini birma-bir tanishib bersangiz aka, qayerdan reyslar bor o'zi? Xo'p bo'ladi. Reyslarimiz kunlari 29-30 avgust kuni Farg'onadan bor. $995 qilib beramiz narxini. Xo'p, Toshkentdan deyarli avgust oxirigacha har kuni bor. Bir kun aqabaqa bo'lib qolishi mumkin. Aloqaga chiqinglar, $965 qilib beramiz. Xo'p, sentyabr oyiga Toshkentdan ketmoqchi bo'lganlar uchun 1-sentyabr kuni bor, 2-sentyabr, 4-sentyabr, 5-sentyabr va 8-sentyabr kunlari reyslarimiz bor. Buni ham narxini $965 qilib beramiz. Xo'p, Namangandan sentyabr oyiga bormoqchi bo'lganlar uchun 3 va 10-sentyabr kunlari reyslarimiz bor. Buni narxini $995 qilib beramiz. Farg'onadan sentyabr oyiga 5-sentyabr va 12-sentyabr kunlari reyslarimiz bor. Buni narxini $995 qilib beramiz. Bemalol aloqaga chiqib o'z joylarini bron qilishlaring mumkin bo'ladi. Zo'r, joy bron qilish uchun nima qilish kerak aka? Xo'p, to'lovlar amalga oshirish uchun xohlasalar ofislarimizga kelib to'lovlarni amalga oshiringlar. Ofislarimiz manzillari Toshkentda bor, Andijonda bor, Farg'onada bor. Yoki bo'lmasam shu nomerlarda Telegram, WhatsApplar ishlayapti. Bemalol aloqaga chiqib pasportlaringni tashlab bersalaring, joylaringni bron qilib qo'yamiz. Aeroportga borib hisob-kitob qilinaveradi. Zo'r gap. Sharoitlari qanaqa bo'ladi endi aka? Xo'p, sharoitlarimiz Madina Munavvarada 200 metrdan 400 metrgacha, Makka Mukarramada 1 kilometrdan 3 kilometrgacha gastitsalarimiz bor. Xo'p, bundan tashqari Madina Munavvarada 2 mahal, Makka Mukarramada 3 mahal o'zbek milliy taomlari. Madina Munavvara ziyoratlari, Makka Mukarrama ziyoratlari, Qizil dengiz sayohati ham bu turimizni o'z ichiga oladi. Joylashuvlar 4 kishilik, 5 kishilik joylashuv bo'ladi. Ayollar alohida, erkaklar alohida joylashuvlar bo'ladi. Aeroportdan 50 boshimiz birga borib, birga kelishadi. Firma tomonidan so'mka, kamzil, bejik beriladi. Qaytilayotganda 5 litr zamzam suvi bonus sifatida qo'shib beriladi, xudo xolisa. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, bemalol o'z joylarini bron qilishlaring mumkin. Agar narxlar oshib ketadigan bo'lsa ham, ertaroq joylarini bron qilib qo'ygan bo'lsalaring, o'sha narxda uchib ketasizlar.